2022 yil 25 sentyabrda Tojikiston Respublikasi va Qirg'iziston Respublikasi chegaralari o'rtasidagi Qizilbel nazorat o'tkazish punktida Tojikiston Respublikasi va Qirg'iziston Respublikasi rasmiy delegatsiyalari rahbarlarining navbatdagi muloqoti bo'lib o'tdi. Muloqot Tojikiston Respublikasi Milliy xavfsizlik davlat komiteti raisi Saymomin Yatemov va Qirg'iziston Respublikasi Milliy xavfsizlik davlat komiteti raisi Qamchibek Tashiyev rahbarligida bo'lib o'tib, tomonlar muzokaralarni davom ettirish va mavjud muammolarni diplomatik yo'l bilan hal qilish lozimligini yana bir marta ta'kidladilar. Saymomin Yatemov va Qamchibek Tashiyev imzolangan protokolni amalga oshirish, Tojikiston Respublikasi va Qirg'iziston Respublikasi davlat chegarasi chizig'ida tinchlik va barqarorlikni mustahkamlash yuzasidan fikr almashdilar. Barcha harbiy texnikalar doimiy joyiga qaytarilib, tomonlar muammolarni o'zaro anglashuv yo'li bilan hal etishlari lozimligi qayd qilindi. Shuningdek, chegaradosh mintaqalar aholisi tinch totuvlikda yashab, ikki xalq o'rtasida avvalgidek do'stona munosabatlar yo'lga qo'yilishi zarur deb hisoblandi. Zero tojiklar va qirg'izlar asrlar davomida yonma-yon qo'shni bo'lib yashab kelganlar. Men Qirg'iziston tomonidan Tojikiston Respublikasi va Qirg'iziston Respublikasi davlat chegaralari rahbarlari o'rtasida o'tkazilgan muloqotda ishtirok etdim va ikki davlat chegaralariga oid masalalarni muhokama etib, bir kelishuvga erishdik hamda barcha punktlarga rioya etish lozim ekanligini alohida ta'kidlab o'tmoqchiman. Ko'p vaqtdan buyon bu ikki xalq yon-jon qo'shni sifatida istiqomat qilib kelishgan. Shu boisdan ham ikki xalq do'stona va tinch totuv yashashlarini tilayman. Biz bugungi uchrashuvda ikki xalq o'rtasida tinch totuv va osoyishta istiqomat qilishlari uchun umummilliy ahamiyatga ega bo'lgan protokolga imzo chekdik. Tinch totuvlikni barqaror qilish uchun muhim chora-tadbirlar ko'rilmoqda. Biz shu bilan bir qatorda bu yerda o'tkazilgan muloqot chog'ida shu kundan boshlab Tojikiston chegaralari hududida boshqa hech qanday mojarolar bo'lmasligiga kelishib oldik. Men fursatdan foydalanib, siyosiy masalada ehtiyot bo'lishimiz zarurligini ta'kidlamoqchiman. Ommaviy axborot vositalari hamda alohida blogerlar ham, shuningdek, alohida shaxslar ham sodir etilayotgan voqealar to'g'risida har qanday fikrlarni bildirishda ehtiyot bo'lishlari lozim degan taklifni kiritmoqchiman. Bugungi bo'lib o'tgan imzodan keyin ikki mamlakat o'rtasidagi tinch totuvlik yo'lga qo'yilishiga ishonchim komil.